İkkalını bek çıraylı oturup gitsinler muğduşup. Kopangla qağılıqdan kelgen mimalın kütmesek olmayda. Ak qağılıqdaki lazıra 4-5 eylem bulup kilip ötüptü. Qağılıqdıma 700 bin fan orununu ilep ma yeşil güverinin tarmak şirketini kurmaya edip hazır tayarlıqlarımı pütüp qaptıken. Şu gep deyişkili kepta miğliye kaçıda. Saqlap qalsa saat turda. Aça senelik boyanma xotandan bir eylen kepti diyentin balı orlaştırıp koydum. Orlaştırıp etkene. Şu an dedim neç saat yoqap kelsek saat tomsun. Sübinir xinam, sılım ilip barayıfkan bille bir birep, paranglışıp bir kileyleyicime. Buldaca. Bundan sonra qadir men bilan hamkorlashgandan aymisan deydigan gibi. Bu sodamni yaxshilasa, shirik olsaq deydigan bek chiqdi. Onda quruq shirik bo'lmayman. Hamda sistemini ijrab, ashuna ishini men o'zim kuzatib turg'ach, hozir sodan manchilikkan. Ondan men manchi pulga chiqarib beraman. Anandagi manchi %'dan olaman. Chiqara olsam olay, chiqaramasam olmay. To'g'ri xatami yo'q. Endi gallifi g'abi azroq pul qo'yib olmasam bo'lmaydi. Men mush qizal agasam bilan boyolab ketaman. Mush xato ideyasi pek cho'ng. Ma agasdan boyolab turgan olsa nurg'un ishlab ketadi. Cho'qim men moslashish kerak, terishish kerak, to'g'rimi xato? Shu menda o'rganish kerak, unda qilmaylar bunaqa. Sen agasam bilan boyolaman deb hech qilma, yo'sa osmondan tushgan Photoshop bilan. Xanım qizlar cho'qim bunaqa qildimiz bo'lmaydigan bir mulozimat turi bo'lg'ach, unda menda shu qag'liqda bosholab qilsangiz, maposkam yakan, kutunish o'rinlari bekchiq. Oturun ekirmeli deb turayotgan adamlar. Mesela hozir ikimiz tanışgandan yağı men beden güzelleştirish turuna kirib qolibdim ham. Hozir endi o şerigicha yurish mulozimat turuna kirib turib. Demak biz shu 3 oydan 6 oygacha bir qo'zg'atib turibmiz-da bu bolalarni. Hem xaridorlarning ehtiyojini. Ben biz ilqi mana bu turlarni jug'urchirib aldab etmaymiz. Pek uzun muddat sinab, kuzatib, anonki haqiqiy tibbiy asosi bormi? Anonki xaridor haqiqiy unum qilamdi, ma yuzni to'kamdi. Keyin bundan ki ahir en yuqori pallasxonaga bordi, hamma bek o'ylashib turib ananiki akirmizimiz. Budan shu hozir qo'lamdimi 300 dek odam bor ekan, mushning ichidan tanlash va sallash qilib, budan unda pullanmasmi, olmayman. Shu qarorga to'liq kelib bo'ldik. Endi necha vaqtdan yag'ilqi shirkat degan har bir bosqich bo'ladi ekan-ku. Yangi bosqichimiz oldu, taraqqiyot bosqichimiz oldu. O'chaqlidan da to'xtabdi deb markani bekrak, monchiyat do'kon deb to'g'rimi tashviqot uchun qiyg'inimiz bilan bundan keyin hamda sondan sifatni chiqarmasak endi bo'lmaydi. Yer keldi. Sondan azaytib sifatga kuchaydigan yer keldi.